Sergeli tumanidan Sultonobod ko'chasidan sizlarga bugun 2,5 sotuvlik uchastkamizni to'liq obzorini qilamiz. Videoni ko'rganingizdan afsuslanmaysiz. Videoni boshidan like'ingizni bilaman, aniq bilaman, bosib qo'ydingiz. Kanalimizga obuna bo'lib, yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ying videolarimizni. Kottejlarimizdan ko'ryapsizlar, bir rad bu 5 ta 6 ta tushgan, o'shandan bittasi srochno sotilyapti. Narxiga lekin aniq arziydi. Narxi $132,000, 2,5 sotuv, 5 ta xona va 2 ta yuvinish xonasi bo'lyapti. Juda ham zo'r elitni xonadonimizda bo'ladi. Tashqariga ham bitta mashina qo'ysak bo'ladi. Ko'rganinglardek, bu yoqga ham bemalol bitta mashina qo'yib, bu yoqda yashil hududlar ham juda ham zo'r ekan va oshxonamizda mebel texnika barchasi qoladi. Oshxonamizdan tagida yaxlit bitta yer to'la bo'lyapti. Ko'rganinglardek, bu yoq tarafimizda bizani svetimiz o'chib qoladigan bo'lsa, normani pastdan ushlab turadigan 220 voltdan tashkil topadigan dvijoklar ham barchasi qo'yilgan ekan. Xonadonimizda konditsionerlar barchasi bor, mebellari ayrim bir narsalar qoladi, ayrim birlari ketadi. Narxi 132 ming, ozgina kelishiladigan joylari bor. Bu mahallamizdan bizani 5 ta 6 ta xonadon qo'yganmiz, kamida 3 ta sotildi. Bu ham sotiladigan, lekin juda ham zo'r narx. Egalarining nomerini pastda qoldiramiz, bemalol telefonlashib, savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Bizning kanalda har doim arzon va sifatli xonadonlarni topishinglar mumkin. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin, yaqin tanishinglarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hammanglarga a'lo kayfiyat tilab qolamiz.